Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Demak, bugun biz sizlar bilan Edugames.uz saytimizda obuna sotib olgan pro versiya foydalanuvchilar uchun qo'llanma yozamiz, ko'ramiz qanaqa ishlatishini. Buning uchun saytga kirib olamiz. Bu yerda login parolimizni terib, hop, saytga kiramiz. Kirish bo'lganda shunaqa bizga oyna ochiladi. Bu yerda demak obunamiz necha kun qolganligi, ya'ni qaysi kungachaligini ko'rsatishi mumkin. Ko'ramiz. Hop, bu yerda ismimiz yozilgan bo'ladi. Salom. Hop, kimning ismi yozilgan bo'lsa o'sha. Yangi fan qo'shish. Demak, bu yerda yangi fan qo'shasiz. Yangi fan qo'shishni bosib turib, mana bu yerga kiritasiz. Misol uchun rus tili, ingliz tili farqi qanaqa fan qo'shsangiz qo'shasiz. Hop, saqlash deymiz. Saqlash qilgani mana ko'rib turganingizdek, bu yerda matematika, informatika, rus tili, qaysi fanlar qo'shgan bo'lsangiz, o'sha fan pastga kelib joylashadi. Xo'p, shundan keyin mana birinchi biz matematika fanini qo'shgan edik va bu yerda 10 ta savol qo'shganmiz. Bu faol holatga keldi. Endi informatika, rus tili qo'shganimizdan keyin bu mana ko'ryapsiz, faol emas. Faol bo'lish uchun 10 ta test kiritishingiz kerak. Kamida deyapti, 10 ta savol tuzish kerak. 10 ta savol kirgizgandan keyin shunaqa faol holatga keladi. Xo'p, buni ham sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mana fan ustiga bosganimizda bu yerda demak savol, yangi savol qo'shish degan tugma bor, bosasiz. Xo'p, savol kiritasiz. Misol uchun 25 qo'shilgan 25 va bu yerda to'g'ri javobni kiritasiz. Birinchi variantga 50, qolganlarga noto'g'ri javoblar 56, 55, 45 kabilar kiritib turib savolni saqlash qilasiz. Mana saqlaganingizdan keyin mana bu yerda bitta savol saqlandi. 9 ta savol qoldi deyapti. Demak, yana 9 ta savol qo'shganingizdan keyin bu fan aktivlashadi. Savol qo'shganingizdan keyin aktivlashgandan keyin xuddi shunaqa fanlarni boshqarish, mana fan matematikaga o'xshab, demak, aktiv kirish holatiga keladi. Bu yerda havola link olasiz. Silkani olib turib, kopiya bo'ldi deyapti, nusxa olindi deyapti. Bu nusxani sizlar xohlagan mana Telegramga tashlab olishingiz mumkin. O'zlarining Telegram kanalingizga tashlab turib, bemalol kirib ishlatishlaringiz mumkin. Mana boshlash deysiz. Bu yerda demak mana siz tuzgan savollar bu yerda keladi. Xo'p, demak, bu yerda yana qanaqa savollar bo'lishi mumkin? Saqlash, demak, fan kiritasiz. Qanaqa fan bo'lsa ham kiritib, informatika, fizika, biologiya saqlaysiz. Fan qo'shgandan keyin demak, fanlarning ichiga savol qo'shasiz. Savol qo'shganingizdan keyin shunaqa sizga havola beradi link. O'sha link orqali Telegramga uzatib turib, Telegramdan ochishingiz mumkin elektron doskada. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana bir narsani aytishim kerak. Bu testlarni albatta siz tahrillashingiz ham mumkin. Mana fanga kirib turib, mana tahrillash bor. Biror xatolik ketgan bo'lsa savolda yoki savolda almashtirmoqchi bo'lsangiz, tahrillash qilib turib, albatta savollaringizni tahrillab olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Kimda qanaqa taklif, savollar bo'lsa, albatta bizga yozing. Bizni kuzatishda davom eting. Yaqinda yangi funksiyalar qo'shishda davom etamiz.